qalbing chin bo'lsa, agar tanlaganing jonim men bo'lsam, uzatun qo'ling menga, sevgim timsoli uzuk taqayunga, bir umrga. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'stu dushman ichida ikkimiz oxirgacha, eng so'nggi nafasgacha, to o'lim ajratguncha, yaxshi yomon kunimda bo'lasan u yonimda. Hammadan go'zalsan sen oq libosda, hayajonda dugonalar havasda. Ayt bu tushmi yo'ngim, nahot senga erishdim, mening baxtim, men ahd qildim. Assalomu aziz yagonam, tabrik agentligining yopon ishlari 4-iyul Zanzibar tabriklarimiz yana bir baxtli xonadonni ko'p daqiqalarga guvoh bo'lish uchun ularning fazli xonadonlariga tashrif buyurmoqdamiz. Albatta bugun o'zgacha tabrik bo'ladi. Bugun juft halollar, ya'ni Marjona xon tomonlaridan ularni turmush o'rtoqlari Bahodir akamizni chiroyli qilib xursand qilamiz, ko'ngilini ko'taramiz. Albatta bugun sevgilarni chiroyli qilib mustahkamlab ketamiz. Bu tabrigimiz chiroyli bo'ladi. Marhamat, bizni kuzatib boringlar. Yagonam tabrik agent. Yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Dard cheksam dardimga darmon o'zingiz, dilga xush yoqargan shirin so'zingiz, men o'sha go'zal yuzingiz, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Yor, 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 istagim mana, yonimda bo'ling siz har doim mana. Yor, 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 tilagim mana, baxtimga sog' bo'ling har doim mana. Yor, 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 istagim mana, yonimda bo'ling siz har doim mana. Yor, 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 tilagim mana, baxtimga sog' bo'ling har doim mana. Birdek oqayapmiz umr yo'lida, taqdir yaratgan Robbim qo'lida, birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Yor, 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 istagim mana, yonimda bo'ling siz har doim mana. Yor, 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 tilagim mana,
bo'lsin albatta. Mehriyligi, sevgiyligi ko'z tegmasin. Shukronali kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi tavallud kunlar muborak bo'lsin. Shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun qarshi olgan muhammadimiz hurmat bo'lgan bugun yangi yashingiz muborak bo'lsin. Bugun mana shunday farishtadek sizni yoningizda kamar bosib turgan mehribon jufti halovliz Marjonaxon yaxshi niyatlar qilib bugun begimni tug'ilgan kunlari. Keling xursand qiling, ko'ngillarni ko'taring, begimni xursand qilsangiz ulardan-da xursand bo'laman deb bizni mana shunday fayzli xonadoningizga chorlab qoldi. Birinchi navbatda biz ham agentligimiz tomonidan hammamizga hamma samimiy tilaklarni, ezgu niyatlarni sizga tilab qolamiz. Albatta, Bahodir aka, bugungi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Siz bo'lmasa bugun necha yoshni qarshi oldingiz? 23 qarsaga yili bo'lsin albatta. Bundan ko'p yoshlarni ko'rib yurish nasib bo'lsa albatta. Bugun Marjonaxon sizga sezdirib qo'ydilarmi, sezdirib qo'ymadilarmi? Bilmadingiz, albatta sizlar mashg'ulot kutilmagan daqiqalarda xonadoningizga bostirib keladi. Tug'ilgan kunlaringiz yana bir-bora muborak bo'lsin. Alloh umringizni ziyoda qilsin albatta. Mayda kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sev, meni har oqshom yo'lga oy chiqqach, ahad so'ramagin aybim nima deb, aybing seni onang chiroyli tuqqan deb bugun Marjonaxonni jufti halol qilib, buning orqasidan ikkita farzandni rohatda ko'rib tursa, albatta bunday yoshlaringizda ko'pini ko'rib yurishni tilakdoshimiz. Albatta shu o'rinda Marjonaxonga mikrofonni havola etmoqchiman. Sizlar orqali chiroyli qilib tomosha qilib ko'rib qo'yasiz, marhamat. Tog'am tug'ilgan kunlari bugun. Tabriklayman. Shunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini birga o'tkazish nasib qilsin ikkamizga. Ayam dedim, boshlariga ham boshimizga ayam dedim, sog' bo'lsinlar. Yoshlar ko'rish. Albatta, chiroyli qarsaga yili bo'lsin, yaxshi niyatlarga albatta. Bugunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ana endi nishonasidan chiroyli qilib o'qib qo'ying. Rahmat, pastda qarsanglar bo'lsin, onajonlar. Onajonlar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sevgilarga ko'z tegmasin, yaxshi ko'rgishni, mana shu mehrlilarga ko'z tegmasin. Juft halolingizni yaxshi ko'rasizmi? Keling, mikrofonlarni havola etaman. Marhamat, yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasiz. Onasi hammasi uchun rahmat, mana yaxshi ko'raman. Rahmat, albatta mana shunday chiroyli kunlar yana bir-bora muborak bo'lsin. Albatta mana shu fayzli xonadoningizga yaxshi niyatlar bilan mehmonlarimiz tashrif buyurganlar. Mana shu mehmonlarimiz domlardan davramizning badiiy maydoniga albatta Tohirjon akamizni, qolaversa Adham podshomizni, Zohimor opamizni, qolaversa Isroil podshomizni, Olmas ukajonlar davramizning badiiy maydonidan chorlab qolamiz. Yaxshi niyatlarni mana shu aziz mehmonlarimizdan eshitamiz. Marhamat, podshojonlarimiz, opajonlarimiz, ukajonlarimiz, davramiz sizlar uchun muntazir samimiy tilaklarni, ezgu niyatlarni bugun qolaversa mana shu fayzli xonadonning sohiba sohibalariga Marjonaxon uchun, Bahodirjon uchun marhamat, samimiy istaklaringiz kelasizlar. Marhamat, Tohirjon akamiz, Adham akamiz, Zulxumor opamiz, Isroiljon podshomiz, O'lmasjon marhamat kelasizlar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mana mehmonlar. Bugun kuyovimizning tug'ilgan kunlari ekan. Shu munosabat bilan shu yerga yig'ilishgan hamma nomidan kuyovga sog'lik, salomatlik tilayman. Bundan-da ziyoda bo'lsin, har doim o'yin kulgi bo'lib, chehrasidan tabassum artmasin, shu ikkalasi baxtli yashasin, qo'shgani bilan qo'shsha qarisin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin, har doim to'y tomoshada yuraylik nasib bo'lsa. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Baxtli bo'lingizlar, qo'shaqalaringizlar. Ota-onangizlar, yoshlaringizlar. Yomon ko'rgan kunlaringiz shunday bo'lsin. Tabriklaymiz hammaga. Ko'chagina hammaga uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz bugun tug'ilgan kuningiz ekan, 23 yosh yaxshilabsiz. Bu yoshlarni ko'pini ko'raylik. Agar 1223 kirgan kunlaringiz otam bilan qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar. Qachonlar boshiga savob bo'linglar. Sizlarga rahmat.
Samimiy ezgu niyatlar o'zlaringizga ham qamroq bo'lsin. Albatta tug'ilgan kuningizga bir bor muborak bo'lsin. Marjonaxonni o'zingiz gapira oladingizmi? Adajon tabriklab qo'yamizmi? Ismlari nima? Salohiddinjon. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Keling, dadajonni tabriklab qo'yamiz, ha? Dadajon tabriklayman deng. O'ylayaptilar, mayli. Kelinglar onajonlar, mana shu sizga chiqqan onajonlarni birgalikda tug'ilgan kun egalari birgalikda hammalaringizni bir chiroyli davlatda qilamiz. Marhamat, eng chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Xushro'yi shirin, qandi naboti shirin, lablabi bor mohi taboni shirin. Xushro'yi shirin, qandi naboti shirin, lablabi bor mohi taboni shirin. Seksi amo yosh kichkina qarash, mani divona qildi bu qarash, mani divona qildi bu qarash. Xushro'yi shirin, qandi naboti shirin, lablabi bor mohi taboni shirin. Xushro'yi shirin, qandi naboti shirin, lablabi bor mohi taboni shirin. Ey jon shakar kani xandoni shakar, atri guli yor zaboni shakar. Ey jon shakar kani xandoni shakar, atri guli yor zaboni shakar. Lablabi bor mohi taboni shirin, atri guli yor zaboni shakar, atri guli yor zaboni shakar. Shruyi shirin, qalbi naboti shirin, لبانش سرخ گلبرین چی در دهانش سب سفت مین آواز درآمد بلبل ای مثال رحمی ندارد بگو کی وصال حالو چگونی بادم تو کلمکی دادم دادم شینه جای خوره تو ترزکی دادم حالو چگونی بادم تو کلمکی دادم دادم شینه جای خوره تو ترزکی دادم
Lezzat ko'rmasan endi shirinliklarni birgalikda kesib olsak-a. Maylimi? Shirinliklarimizni olib kesaylik birgalikda yaxshi niyatlarda mana shu shirinliklarimizni kesib dahab bo'lsa albatta. Marhamat. Yoshlik qo'rg'oniga qorlar yog'moqda, lekin mehringiz taftida har on yog'gan qorlar sekin yurib oqmoqda. Gul ochar qalbim so'zlaringizdan, baxtga to'larman ko'zlaringizdan. Jonim qarang yuzlaringizdan, yoqimli mayin sevgi taralmoqda. Yaxshiyam orsiz. Onajonning birasini qo'liga. Farzandlar orasida qo'llarni onajonlar farzandlarni olinglar. Yuragim Marjon opaga berasiz. Marjon opaga. Shohim sultonim, suyangan tog'im, yaxshiyam orsiz dadasi. Iloji bo'lsa mana shu tashqari sekini ochib Yaxshiyam orsiz dadasi. Ikkala yoshingiz chiroyli. Barisiga taklif etamiz. Marhamat. Qo'llarini o'rab qo'yasizlar. Marjon o'rgatadi sizga. Ishonganim ham suyanganim, yaxshiyam orsiz dadasi. Farzandlarim otasi, yuragim yagonasi. Shohim sultonim, suyangan tog'im, yaxshiyam orsiz dadasi. Yaxshiyam orsiz dadasi.
Varizga shukr, umr yo'ldoshim. Varizga shukr, umr yo'ldoshim. Rahmat. Ayni farzandlarini olib kelasizlar. Mana shu onlar sho'rlik qilib tariq zarvaraqlariga muhrlab qo'yish uchun Boburjon video studiyasining eng so'nggi formatlarida rasmlarga o'q qo'yadilar. Marhamat. Hamma narsa qilib yetamiz. Mehmonjonlar, xonajonlar, akajonlar, opajonlar hamma narsa qilib yetamiz. Kelinglar, общий qilib bitta oilaviy suratga tushiramiz. Ana undan keyin bo'lib tushiraveradilar. Kelinglar, hamma narsa qilib yetamiz. Xursandmisiz, Boburjon? Bugun siz ozgina bo'lsa ham xursand qilib ko'nglingizni ko'tara olgan bo'lsak, yuzingizga tabassum ulashib olgan bo'lsak, mana shu juft halolingizni yaxshi niyat bilan yetkazib, mana shunday fayzli xonadoningizga o'zimizdan ozgina bo'lsa ham tug'ilgan ko'shk-ko'rpamizdan sovg'a olgan bo'lsak, yagona tug'ilganligi bag'o yetda qo'rsanmiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kipriklarimiz, ko'zlarimizni qanday asrasa, Allohim ham sizlarni shunday asrasin. Qadringiz nonday aziz, qalbingiz qorday nafis, qaddingiz tog'lardan baland bo'lsin. Aytdilar bugun sizga turfa qutlovlar. Umringiz go'zal va baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila bugungi shukronalik ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu guldiris qarsanglar bugun hammalaringiz uchun bayramingiz muborak bo'lsin. Endi chiroyli tabassum bilan qarasizlar, rasmlarga qo'yadilar.